Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan oshqozon osti bezining qon bilan ta'minlanishini ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Pankreas, ya'ni oshqozon osti bezi. Bu bez ham egzokrin, ham endokrin funksiyalarni bajaruvchi aralash bez hisoblanib, asosiy qon ta'minoti qorin aortasi, ya'ni aorta abdominalis orqali amalga oshiriladi. Bilamizki, aorta abdominalisning visceral tog' tarmoqlaridan bo'lgan truncus ciliacusdan 3 ta asosiy qon tomir chiqar edi. Birinchisi arteria gastrica sinistra. Bu oshqozonni qon bilan ta'minlanishda ishtirok etadigan qon tomir hisoblanadi. Ikkinchisi esa arteria linalis. Bu taloqqa boruvchi qon tomir hisoblanib, albatta taloqdan tashqari oshqozon osti bezini ham qon bilan ta'minlanishda ishtirok etadi. Uchinchisi esa arteria hepatis communis, ya'ni umumiy jigar arteriyasi. Umumiy jigar arteriyasi ham bu bizda oshqozon osti bezini qon bilan ta'minlanishda ishtirok etadi. Shu o'rinda taloq arteriyasining ham 3 ta qismi mavjud ekanligini eslatib o'tsak. Birinchisi bu suprapankreatik qism. Aynan oshqozon osti bezining ustki qismidan boshlanganligi uchun aynan bu qism suprapankreatik qism deb atalgan. Keyin esa suprapankreatik qismdan keyin retropankreatik qism boshlanadi. Sababi suprapankreatik qism tugab, keyin arteriya oshqozon osti bezining orqa qismi orqali yo'nalganligi uchun bu qism retropankreatik qism deb ataladi. Va bu qon tomir oshqozon osti bezining orqa qismidan keyin oldingi va ustki qismga o'tadi va bu qism prepankreatik qism deb ataladi. Oshqozon osti bezining qon bilan ta'minlanishida qorin aortasining yana bir visceral tog' tarmoqlaridan arteria mesenterica superior ham qatnashadi. Arteria mesenterica superior anatomik jihatdan oshqozon osti bezining bosh qismi hamda processus uncinatus qismlari orasidan chiqadi. Oshqozon osti bezining bosh qismini qon bilan ta'minlanishda arteria mesenterica superiordan chiquvchi arteria pancreatica duodenalis inferior tarmog'i asosiy rol o'ynaydi. Arteria pancreatica duodenalis inferior arteria mesenterica superiordan chiqqandan so'ng ikkita tarmoqqa ajraladi. Anterior hamda posterior tarmoqlari. Ya'ni oshqozon osti bezining o'sha bosh qismini ta'minlashda oldingi va orqa tarmoqlar orqali ta'minlanadi. Shu o'rinda arteria pancreatica duodenalis inferior duodenumga, ya'ni 12 barmoqli ichakni ham qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Shu bilan birga arteria hepatica communis truncus ciliacusdan chiqqandan so'ng ikkita tarmoqqa ajraladi. Birinchisi arteria gastroduodenalis, ikkinchisi esa arteria hepatica propria hisoblanadi. Arteria gastroduodenalisning arteria pancreatica duodenalis superior degan tarmog'i bor va bu tarmoq ikkiga ajraladi, anterior hamda posterior qismlariga. Va bu qism ham oshqozon osti bezining bosh qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Va mana shu arteria pancreatica duodenalis superiorning anterior hamda posterior tarmoqlari arteria pancreatica duodenalis inferiorning tarmoqlari bilan qo'shilib bosh qismda anastomoz hosil qiladi. Endi esa oshqozon osti bezining tana va dum qismlarini qon bilan ta'minlanish haqida gaplashsak. Birinchi bo'lib taloq arteriyasining suprapankreatik qismidan arteria pancreatica dorsalis chiqadi. Arteria pancreatica dorsalis bu oshqozon osti bezi parenximasining orqa tomonidan o'sha parenximaga kiradi. Parenximaga kirgandan so'ng u ikkiga ajraladi. O'ng tomonga ketadigan qism bu arteria pancreatica duodenalis tarmoqlari bilan o'zaro anastomoz hosil qiladi. Chap tomonga ketadigan qism esa oshqozon osti bezini gorizontal yo'nalishda davom etadi. Gorizontal yo'nalishda davom etganligi uchun bu qism arteria pancreatica transversus deb ataladi yokida arteria pancreatica inferior deb ham ataladi. Taloq arteriyasining retropankreatik qismidan
juda ko'p qon tomirlar oshqozon osti bezida o'sha vertikal yo'nalishda harakatlanib, arteriya pankreatika transversus bilan o'zaro anastomoz hosil qiladi va tana qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. O'sha juda kichik arteriyalardan bitta eng kattasi mavjud. U asosiy tanani oziqlantiruvchi qon tomir hisoblanadi va bu arteriya pankreatika magna deb ham ataladi. Taloq arteriyasi taloq darvozasiga kirishdan avval ikkita tarmoqqa bo'linib, keyin taloq parenximasiga kiradi, ya'ni superior hamda inferior qismlarga bo'linib keyin kiradi. Inferior qismdan bizga oshqozon osti bezini dum qismiga qarab bitta tarmoq yo'naladi. Bu arteriya pankreatika caudalis hisoblanadi. Arteriya pankreatika caudalis oshqozon osti bezining dum qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Mana do'stlar, sizlar bilan oshqozon osti bezining qon bilan ta'minlanishini ko'rib chiqdik. Sizlarga ushbu video foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting.